Bundan qo'rqasizmi? Bir narsa borda. O'lim bu 1977-yil tug'ilganman, değil mi? Sen nechinchi yil tug'ilgansan? 97. Sen 97 tug'ilganmisan? Qarasan jar. 1996-yil qayerda edi? Onamni qornida. Ruh qayerda edi? Ruh ham yo'qda edi. Sen ham yo'qda eding. Allohning buyrug'i bilan bu dunyoga kelding. Men ham xuddi shunaqa 1996-yili sen o'z uyingda eding. 1976-yilda men ham o'zim uyimda edim. Keyin bu dunyoga mehmon sifatida keldik biz. Nimaga endi o'z uyimizga qaytishdan qo'rqishimiz kerak? Faqat kim qo'rqadi? Gunoh ko'paysa odam qo'rqadi. Gunohlarimizni kamroq qilish kerak. Ko'proq yaxshilik qilish kerak. Ana o'shanda o'lim qo'rqinchli ko'rinmaydi.